Assalomu alaykum Chimgan muxlislari. Mana biz bugun Namangan viloyati Chust tumani hamda G'ova qishlog'iga tashrif buyurdik. Shu endi tashrif buyurishimizdan sabab shu 304 traktorlari hamda 404, 504 qaysi model bo'lsa, shu akalarimiz, xarid qilgan akalarimiz va bitta chiroyli suhbat o'tkazib, keyin ish jarayonlarini ko'rib chiqqan. Videomizni kuzatib boringlar. Kim qanaqa otziv, ya'ni tavsiya berishlarini o'zingizlar ko'rib o'tasizlar. Mana G'ovada akamiz bor ekanlar, 304 legendalari, ya'ni birinchi 2013-yilda olgan 304lar mana har yilgacha xizmat qilyapti ekan. Ismlari Doniyor aka ekan. Assalomu alaykum Doniyor aka. Aka, mana shu traktor sizga Xudo xolasa 12 yildan beri xizmat qilyapti ekan. Bundan keyin ham xizmat qilsin, barakali bo'lsin aka. Endi mana kelishimizdan maqsad shu traktor aka ma'lumot berib o'tsangiz, o'zingizni shaxsiy fikringizni aytib o'tsangiz aka bir og'iz. Traktor nima deymiz? Har tomonlama qulay. Hamma mehnatlarimizni yengillashtiradi. İşimizni yengillashtiradi. Qolaversa oilamizni boqyapti. Yo, ikkita oilani boqyapti. Ikkita oilani boqyapti. Ikkita oilani boqyapti ekan. Ikkita oilani boqyapti. Aytavering. Kamchiligi yo'q. Zapchaslari joyida. Akalar havola olib turishadi. Serob. Kundan kunga rivojlanib boryapti mana. Endi aka mana hozir Xudo xolasa ish jarayonida ekansiz. Shu hozir mana agat orilish arafasida bu yerga nima ekiladi? Shuni ham bir og'iz aytib o'tsangiz aka. Agatlar necha oralig'da? 50 oralig'ida ekamiz. Shunga 50 ga xat solib, shu 50 da kultivatsiya qilamiz. O'zi kirib, kultivatsiya qilib chiqib ketadi. Bemalol qiynalmasdan. Bo'ldi. Aka, katta rahmat. Mana Chimgan muxlislar ko'rib turganlaringizdek, traktorimiz ham 70 agatga mo'ljallangan. Balon oraliqlari keng bo'lib turibdi, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu ya'ni keng bo'lgani sababi shu hozir ko'rib turganingizdek 50 agatga otganlar bu yerga loviya ekilar ekan. Shu loviyaga agat orasiga bemalol tushgan ekan. Videomizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan chiroyli videolarni ham ko'rib boraveramiz. Aka, endi mana Xudo xolasa bundan keyingi mana yangi olmoqchi bo'lgan traktorchi akalarimizga yoki yangi olmoqchi bo'lgan Chimgan traktorini olmoqchi bo'lgan akalarga nima tavsiya berasiz aka? O'zingiz fikringizni aytib o'tsangiz aka. Yaxshi, hammasi joyida. Zapchaslarda qiyinchilik yo'q. Mana 12 yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Minirimiz, Xudoga shukr. Olib ham bo'lmadik. Yaxshi. Rahmat sizlarga. Motor remont qildingiz-a? Motor remont qildim. Qancha rasxod ketdi? Rasxod qancha ketmadi? Hamma zapchas qo'ydim. Yo, bilan o'zi ochib yopaveradigan bo'lib ketdi. Anaqaga borasizlar, to'g'rimi? Alijon aka. Traktor o'ta tushunish oson traktor. O'ta oson. Keyin o'sha aytgani o'zimiz ochib qilaveramiz. Mana tomoshabinlar ish jarayoni ko'rishinglar mumkin bemalol. Hech qanday qiyinchilik yo'q. Hammaga tavsiya qilaman, bemalol olib yurishingiz mumkin. Hammasi yaxshi. Traktorda qiyinchilik joyi yo'q. Har qanday ish qilaveradi. 12 yildan beri hamma ishimizni qilyapti, Xudo xolasa. Mana ko'rishinglar, hech qanday qiyinchilik yo'q.
aka katta rahmat. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin, barakali bo'lsin aka. Xudo xolasa bundan keyin yana yangilarni borib minish nasib qilsin aka. Rahmat kattakon Doniyor aka. Assalomu alaykum akalar. Mana yana o'sha Qo'voq qishlog'idamiz. Mana bu yerda xuddi shu ko'rib turganlar 300 so'm, faqat mana akalarimiz ligirovka qilyapti. Ya'ni orqa silindr ko'tarib tushiradigan. O'ta yuqori ko'tarib o'rayotganlar uchun mana ligirovka qilib turib, Bo'ladi. shu yengil oxirgacha emas, sal yengilroq o'rtacha ko'tariladigan qilib o'zlariga hozir moslab olishyapti. Akalar mana keyingi manzilga yetib keldik. Yana o'sha Qo'voq qishlog'idamiz, Namangan viloyatida. Yana 300 to'r, keyingi 300 to'rimiz. Maydonni ko'ryapsizlar aka. Endi taxminan plus minus bir 5 gektar atrofida dedilar Doniyor akamiz. Manzarani qaranglar, tog', bu yoq ko'kalamzor. Mana shu orada bu yerga ham xuddi o'sha agat olib lovega tayyorlashyapti ekan. O'sha 50 agat oraligi. Hozir endi akalarimizni oldiga borib chiroyli bir maslahat so'rab, bitta sizlar uchun video kontent qilamiz. Mana akalar keyingi o'sha boya aytib o'tganimizdek, keyingi manzilimiz G'ova, yana o'sha G'ova qishlog'idamiz. 300 to'r Hasanboy aka, traktor egalari. Hasanboy aka, assalomu alaykum aka. Endi mana traktor barakali bo'lsin aka, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Shu traktor sizga qaysi tarafdan ma'qul keldi va shularni o'zga kerakli nima deydi, sizga yoqqan taraflarni aytib o'tsangiz aka. Bizga har tomonlama ma'qul keldi. Yaxshi xo'jalikka ishlatishga, ro'zg'orga, tirikchilikni oqlashga mana shu ishlatyapmiz. Yaxshi effekt berdi bizga, ma'qul. Olmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz. Yaxshi bizga ma'qul keldi har tomonlama. Hamma ishlarga kam rasxod. Bir kunda shu 20 ta salarga qo'ysak, kechgacha yuramiz. Bemalol yuramiz. Yana aka masalan mana 2024 ekan yili 1 yil hali bo'lmabdi. Necha martachasi ishlatdingiz? Shularni ham hammasini aytib o'tsangiz va har qanchada yog' almashtirasiz? Shularni biroz aytib o'tsangiz, shu keyingani qilamiz. Har 2 soatda almashtiryapmiz. Hozir 3 marta almashtirdim yog'ni. 600 soatdan o'tdi. Ya'ni bir 2 soat astoydil ishlatdik-da, 2 oy. 2 oy ishlatdik. Kuzda shu yozda olib kelgan bo'lsa, apkatka jarayonida kun issiqlik qildi, ishlatmadik biz. Tamomda yengil o'sha nari beri xo'jalikka yurg'izib turdik. Astoydil ishni shu bahordan boshladik-da. 2 oy mobaynida shu 600 soat ishladi hozir. Yaxshi ishlash. Keyin mana hozir kakras sizlarni sezoninglar aka. Bir kunda masalan to'xtatmasdan necha soat ish beryapti aka? Ishlatyapsiz masalan shu traktor. Bemalol aytib o'tiring aka. Bir kunda 10 soat, 15 soatgacha ham ishlatdik. Masalan o'sha 20 litr yoqilg'i yetadi o'sha 15 soatga. Endi nagruzkaga qarab yetadi, ha. Yetadi. Masalan undan tashqari boshqa quymaysiz. Ya, masalan o'sha 20 litrdan boshqa yoqilg'i quymaysiz, to'g'rimi? 20 litr endi ba'zida shu soat ko'payib ketsa, Ya, unda quyiladi. Unda ko'payadi. Lekin 10 minimalni soat, 15 soatgacha 20 litr. yetadi. 10 soat, 12 soat, 15 soat nagruzkaga qarab yetadi, 20 ta salarga Men yetadi. yerimiz ham og'ir hozir. Ha, ko'r. O'ta sernam. Hozir nam, lekin bu yerda tosh kamroq ekan. Va nari birinchi video olgan joyimizda tosh ko'proq edi. Bu yerda lekin tosh kamroq ekan. Frezer ishlatadigan yerlar ekan bu yerlar. Yana oxirgi savolimiz aka, mana endi o'sha 1 yil oldin shu traktor sizga qanchaga aylanuvdi? Shuni ham bir aytib o'tsangiz aka. Biz so'mda 113 million 400 mingga olganmiz. 9,5 ming bo'lgan, 9 mingga berishgan. Shu 9 mingga ham olinganda 113 million 400 ming ashuna bo'lgan. Davlat kursi bu. 9 minglik aksiyada oldi. Aksiya paytida olingan. Aka, katta rahmat. Traktor barakali bo'lsin. Bundan keyin ham Xudo xolasa yana borib yangilarni xarid qilish nasib bo'lsin aka. Xo'p, sog' bo'ling aka, katta rahmat. Xo'p. Endi ana yana bitta iltimos aka, hozir ishlash jarayonidan bitta video qilib berasiz, o'zingiz chiroyli qilib aka. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Xo'p.
Akamiz da apasini olib bu yerda o'tiriyor. Daraxtga olib qo'yiladi. Yakkansa keladi. O'shani. Qachon bo'ladimi? Vazir mingallada. Ular bitta duo qilyapti. Buni aytmasangiz bo'ladi. Uchinchi skorda ajratib ketgan. Ko'paygan sari ish tugamaydi. Ish borgan sari qo'shilib boryapti. Chunki ilgari xalq ot eshagida qilavergan ishni. Ayollar bilan kelib ekkan, hozir mana selkalar chiqib ketdi o'ziga, chimgani o'zini selkalari. Olib kelib ishga soldik hammasini. Mana hozir uspet qilib bo'lmaydi. Ishni qancha ish ko'paygan sari dam olish kamayib boryapti. Hop mahallada nechta traktor bor? 50 tacha bor. Bizning qishloqda 50 tadan ham o'tdi. 300 tor. 300 tor, 400 tor bizni yerlarga sal baribir tushumi zo'r. Mana buni rasxod ekan. Eng gilamlisi rasxod. 20 ta salarkani qo'yib olib 200 ming pul bilan bular, $100 pul olib kiradi ash yigitdan. Lekin bekitadi. Barakali. Qancha topding? Sen 800 ming, 700 ming pul gapiradi. Barakali bo'lsin aka. Ana. Ishingiz yaxshi. Akalar 3 ta kal bo'lar ekan. Endi kalni kimligini bilasizlar o'zingizlar. Bugun kechgacha. Bugun kechgacha akamiz xudo xolasa o'zlari aytishyapti, 3 ta kalni olib kiramiz. Chimgan O'zbekiston obunachilari mana videoni ko'ryapsizlar, xudo xolasa bundan keyin ko'rishni davom etinglar va bitta iltimos qilamiz sizlardan. Shu Chimgan O'zbekiston YouTube kanalimiz hamda Chimgan O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Va hamda o'sha qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, qanaqa yangi video qo'yilsa, birinchi bo'lib sizlarga boradi. O'sha videoni birinchi bo'lib sizlar bilan ulashamiz. Hamda har doimgidek like tugmasini bosishni unutmaysizlar. Mana endi Hasanboy aka bilan aka rahmat, shunchalik vaqt ajratdingiz, shuncha ma'lumot berib o'tdingiz aka. Traktor barakali bo'lsin. Yaxshi kunlarda nima deydi, minish nasib qilsin aka. Shunaqa nima deydi, barakani orqasidan ko'proq pul topishingizni tilab qolamiz aka. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin aka, charchamang aka. Sog' bo'ling, katta rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling aka. Bular ham suhbat bo'lganinglar uchun rahmat sizlarga. Mijozinglar ham klientlar ko'paysin, bizga o'xshaganlar yana olib qiziqqanlar bo'lsa tavsiya qilamiz. Olib minib, ishlatib, mana o'zlarini xo'jaliklariga ham, ishlariga ham hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Bizga yaxshi, mana har tomonlama ma'qul keldi. Sizlarga ham tavsiya beramiz olishga. Rahmat. Sog' bo'ling aka, charchamang. Mana Chimgan O'zbekiston kanalini kuzatib borayotganlar, kim yangi traktor olmoqchi bo'lsalar, mana shu akalarimiz o'zlaridan, mana o'zlarining xolis fikrlarini ko'rib o'tishinlar mumkin video davomida. Sog' bo'linglar. Bir hozir to'rt Chimganlar anaqalarini ko'rib ketayotdik. Faqat 300 to'rda. Esa tashqi batoy buni endi ko'rdida to'rt poshali. O'shani to'xtatgan shundan. Qanday traktorlar xizmat qilishlari? Xizmat qilish yaxshi. Bunlar bir borganda 3 ta oluvdik. Birdaniga. Hammasi 300 to'rt. Hammasi 300 to'rt ashini bir xil. Bittasi tog'am o'g'liga, bittasi tog'am o'ziga. Shu 3 ta qilib olib keldik. Aksiya deyishuvdi. Bir borganda 128 mingga berdi. O'shanda. Keyin biri 17,5 ga tushdi ishga. O'shanda oluvdik, 3 ta oluvdik birdaniga. Xizmat qilishlari zo'r. Xizmat qilishlari yaxshi, zakorli yomon. Rasxod qanaqa buningiz aka? Rasxodni xizmatda qilsa kechgacha yetyapti. Bu ham xuddi shu. 4 porsiyon bo'lsa ham farqi yo'q. Farqi yo'q, shunday bo'lyapti. Masalan, 2 porsiyon bilan rasxod pasti bir xil. Bir xil. Xizmatda qo'yamiz, kechgacha bilan ishlatyaptik. 5 gektarmi, 6 gektarmi qancha kuchimiz yetsa o'sha haydayapmiz. Yaxshi. Yaxshi, yomon emas hozir. Necha soat haydayapsiz bir kunda? Bir kunda bir xilda 12 soat ham, 13 soat ham bo'lib ketyapti. Qizib ketmayapti. Yo'q, umuman 24 soat yonsa ham qizimaydi. Qo'yda ishlayveradi hammasi joyida. Shunga bir to'xtatib so'rovdik aka. Aka katta rahmat. Kecha berganingiz uchun, tavsiya berganingiz uchun. Yaxshi kunda xizmat qilsin. Barakali bo'lsin. Salomat bo'linglar. Bundan keyin yana borib xarid qilishlar ko'payaversin aka. Sog' Xudo bo'ling. xolasa. Ko'ngil to'q, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hozir hamma joyida. Gap yo'q aka. Hali qo'l tegizmadik. Faqat shu aybi shu balon sal
Endi balon to'g'ri, balon endi iloji yo'q yeydi. O'zi 2 yil ham oldi-ku o'sha. Yoshada 2 yil bo'lgan bo'lsa, bu Payshan o'zini, hali ham o'zini zavodchika balon. Necha soat ishladi, necha martacha? Hozir 1600 kishi. 1600 martacha ishlab, hali ham zavodchika balon turibdi. Barakali bo'lsin, yaxshi xizmat. Uzuniga vaqtingiz oldik. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Mana kimga muxlislari yo'lda yana bitta 304 ko'rib qoldik. Nomer 030. Ko'rib turganinglarda Varaska 304 ga o'xshyapti bu akalar. Yana hamma joyda. Звездочкada yili 20 ekan. Hozir tonirovka qilingan farqlari ko'rib o'tishlar mumkin ekan. Lekin yiliga nisbatan sosteniyasi ideal holatda ekan, yili 20 ekan. O'sha traktorga 5 yil bo'ldi, gap yo'q, akamiz qarab chiroyli minyapti ekan. Chiroyli xizmat O'zbekiston kanali. O'tgan yozda ko'pmiz va ertaga. Akalar, mana Namangan viloyati o'sha G'ova qishlog'idamiz, lekin O'zbekistonning eng chekka hududlaridan biri, ya'ni mana tog'ni ko'rib turibsizlar, bu yoq Qirg'iziston. Shu Qirg'iziston chegarasining tagida ham 304 traktori turibdi, legenda bo'lib. Mana endi shu mana Doniyor akamiz o'zlarini traktori, boya 2-3 ta traktorchi akalarimiz bilan video oldik, o'zingizlar ko'rdinglar. Endi mana o'zlarini traktorlar oldilariga keldik. O'zlaridan endi maslahat olamiz. Doniyor aka, endi aka bu yog'ini o'zingiz chiroyli qilib aytib o'tirasiz aka. Endi G'ovada hamma mana Namangan viloyati shu G'ovadan kim traktor olgan bo'lsa, hamma akamiz Doniyor aka orqali olganlar. Doniyor aka orqali olganlar. Endi videoni ko'rganlar ham hammaliklari tasdiqlaydi, xudo xolasa o'zingizlar ko'rib like bosib qo'yasizlar. Doniyor aka, endi qolgan gap sizdan aka. Endi traktorga bemalol. men ko'p aytaman, traktorga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Traktor o'ta kam chiqim, kam rasxod ishlatsa bo'ladigan qishloq joyida, qishloq xo'jaligi barcha sohasiga. O aka aytdilar, molni tagini kurayapman, fermer aka. U hammasini qiladi. Hammasiga gap so'z bo'lishi mumkin emas traktordan. Biz kam bo'lmadik-ku. Endi bu traktoringiz aka, mana men ishga kirgandan beri 3 tami traktor oldingiz-da. Oldik. Bu undan oldingimi? Eng birinchidagisi. Bu yili necha aka buni? 2021. 2021. Men masalan ishga kirganimga 2 yildan oshgan bo'lsa, 2 yil ichida Doniyor akamiz 3 ta traktor oldilar. Undan tashqari mana bu traktorlar 2021 ekan. Biz haqiqiy ishlatadiganimiz 2,5 soat ishlatamiz 1 yilga. Rasxoti shogirdlar 600-700 soat ishlatadiganlar. Bizdan shogird borlar tindiraveradi. Bekorchi bo'lib o'zimiz agratlardan ortmagan paytimizda mana bu kishi tindirmay kechasi bilan charchamaydilar. Traktor charchab qolsa ham egasi ham charchamaydi. Aka, zapchaslari serob hamma narsasi. Bemalol sizlar gapiring. Ha, o'chib ham o'zlarida. Hamma joyini o'chib, falon joyini o'ching deb dalani o'rtasini ham to'g'rilab ketaveradilar bu kishi ham. Qancha salyarka quyib beradilar?
Salarga kechadan beri Salarga. salarga quymadik hali. Hali haydayapti. Endi xabar olamiz salargadan bugun. Habitdan oqqandan keyin. Inshootda haydab olgandan keyin xudo xohlasa salarkasini bitta to'ydirib qo'ysa. Bugun nima xudo xohlasa bitta Benjaminmi? Ha. Ha yo'q, unga ish yo'q. Ha, nimaga? Ikki kishini boqish kerak. Ikkita oilamiz. Bugun endi ikki kishini boqish kerak. Bugun o yer haydayotganlar sal qimmatroq to'laydi ikki kishini. Endi aka rasxod. Rasxod. Ha, zapchaslar o'ta serob. O'zimizni chustda ham mana tuman markazida o'ta serob. Filial. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi. Falon joyi topilmaydigan joyi yo'q. Именно 304 da bizda. Hamma joyi bor. Ramasi bo'lsa shediyat yer borsa bo'laverar ekanda. Yo'q. Traktor Ha, bular tervoradi. Hozir tervoradi. Agar shunday korobkasi bilan bersali tervoradi. Darrov. Multfilmi singari yig'ib qo'yadi. Ha, yig'adi. Yo, traktorga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana hozir selkani olib keldik, o'zinglardan selkani tortyapti. Hammasini, kombaynlarni, hammasini. Malkami? Yozilish shart emas. Mankini endi mana akalarimiz o'zi yozilsa bo'ldi. Aka, Gap Doniyor yo'q. aka, katta rahmat. Yashalar. Vaqt ajratganingizga aka. Traktor barakali bo'lsin. Xudo xolasa bundan keyin ham shu G'ova qishlog'iga 300 so'm yetkazib beraveraylik. Xudo Ha, xolasa. jida olaman degan ko'p. Albatta aka. Olsin, butun O'zbekiston. Agar Xudo xolasa. olishni xohlagan odam ikkilanmay olsa bo'laveradi. O'sha bemalol Ha, aka. o'zini yuki yengil bo'ladi, xizmatlari yengil bo'ladi baribir. Ilgarigida endi baribir zamon rivojlanib ketdi, hozir Albatta, texnika asri, iloji yo'q. Albatta. Texnika bilan bitadi hamma ish. Albatta. Bizni hamma ishimizni bitiradi. Qo'l oyog'imiz bu bizni. Aka, katta Kam rahmat. bo'lmadan. Vaqt ajratganingizga yaxshi kunlarda ko'rish Xudo nasib qilsin xohlasa. aka. Xudo xohlasa shu yaqin kunlarda yana borib Ha, yangi partiya kelganda sira Xudo olamiz. xohlasa. Xabar beramiz aka yangi Xudo partiya xohlasa. kelishiga. Xudo xohlasa o'sha yangi partiyada bitta Olamiz. chiroyli qilib beramiz aka. Damas o'rnidan qayta olmaydi. Ha? O'rnidan qaytadi. Yana. Shuni bir aytib o'tsangiz aka. Endi mana aka shu traktorni qanchadan beri haydayapsiz? Bilmayman, shu 2014dan beri haydadi. 2014dan beri. Sizni shogirdingiz. Ha, shogird. yangi kelgan. Narigini ham shogirdi. Doniyor aka. Ha. O'sha kelganda shuni o'rganib qiziqish bor. Hmm. Texnika jinnisiman men o'zim. Ya, gap yo'q. Damas misoli shu o'rnida qayta olmaydi. Hmm. Shunda o'rnida qaytaveradi. Qiyngarchilik umuman yo'q. Charchab olish, boshqa qilish yo'q. Mana kuniga necha soat haydaysiz aka? Qo'yib bersa 24 soat. Aytaveradi. Traktorga Dam charchamas. oltirmas ekansizda. Yo'q, traktor Traktor soz ishlab tursa hech dam oladigan emas. Charchatmasa maza qilib haydaysiz. Eng muhim barakali bo'lsin. Ha, barakali. ha, barakasini bersin. Agar shamol Nima bo'lsa ham. Aytganingiz kelsin aka. O'sha Kallarni ko'paytiraversin deydi-yu. Xudo Akalar xohlasa bitta olamiz, baqqa ham bitta olamiz. Xudo xohlasa, xudo. Yoki bitta yangi olib buni ishlatadilar, shunaqa qiladilar, ishga svet bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Bitta traktor qilib. Qayta bitta odam ishli bo'lib qoladi. Xudo xohlasa aka. Albatta. Mana akalar ko'rib turganinglarda G'ova qishlog'idamiz, Namangan viloyati Chustda. Xudo xohlasa video davomida ko'rib borsanglar, endi bundan buyon hozir Chustda To'da qishlog'iga ham bir uchrab o'tamiz. Undan keyin shu Farg'ona viloyati hamda Qo'qonlarga bir kirib o'tamiz. Videomiz davomida kuzatib borsanglar, xudo xohlasa hamma videoni qo'yib boramiz.